bir domla gapiryapti-kanda, jannatda hurayinlar haqida gapirib, jannat haqida gapirib, aytibdiki, arab bu bo'lgan voiz gapirib beryapti-kanda. Gapirib, jannatga kirsa eshitaydi hurlar kutib olar ekan. Mana shu hurlar menga va'da qilingan hurlar bo'lsa kerak desa, "Hojam biz bu omma xizmatdagi hurlarmiz. Sizni malikangiz ichkarida. Ichkariga qarab yurar ekan." Ichkariga kirsa, haqiqatda bundan ham go'zal o'tirgan bo'ladi. Uni ko'rib, unga mahliyo bo'lib, unga yaqinlashsa, yana kiring ichkarida mendan ham go'zali bor deydi. Yana bir xonaga kirib borsa, yana hurlar kutib olar ekan. Shularmikin desa, "Yo, sizni malikangiz ichkarida, yuqorida." Yana kirsa, undan ham go'zali. Keyingi xonaga kirsa, yana hurlar turibdi. Hammasi bir-biridan go'zal hurlar bo'lar ekan. Mana shular bo'lsa kerak. Hammasi borgan sari chiroylashib boryapti. Mana shular bo'lsa kerak deb tursa, ular aytayotganki, sizni malikangiz chodirda derkan. Keyin borib shuni eshikni bitta ochsa, xotin o'tirgan bo'ladi. Voiz shu gapni aytsa, jamoatda o'tirganlardan bittasi 5-6 ta erkak xotindan to'ygan ekanda. Ey shayx, Allohdan qo'rq dermish. Lekin u xotin ana hurlardan chandon go'zal bo'ladi. O'zini xotinini ko'rgan erkak hurlarga qaramay qo'yadi. Shunaqa go'zal bo'ladi. Unga Alloh taolo shunga go'zallikni beradi. Jannat hurlari jannatiy ayollardan chiroyli bo'lsa bo'lmaydi. Unda jannatiy ayollarga u azob bo'ladi. Jannatda esa hech qanaqa bu muammo bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun jannatiy ayollar hurdan chiroyli bo'ladi. Ular juftini oldida jannat hurlaridan past bo'lib qolsa, u jannat o'xshamaydi ularga. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo jannat ayollarini hurlardan go'zal qilib qo'yadi. 70 barobar go'zal bo'ladi deydi.